Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan o'tgan yilda imtihonda tushgan maromni misol yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, bizda aytganki, uchburchakning tomonlari 13, 14 va 15 bo'lsa, uchburchakning yuzi unga ichki chizilgan doira yuzidan qanchaga ko'p deyapti. Ya'ni uni ichiga doira chizib qo'yamiz. Uchburchakning yuzi ichki chizilgan doira yuzidan qanchaga ko'p deyapti. Ya'ni bo'yalgan sohaning yuzini top deganida bu. Uchburchakning yuzidan doiraning yuzini ayirib tashlashimiz kerak. Shunda qanchaga ko'pligi chiqadi. Bu degani mana bu bo'yalgan soha degani. Birinchidan, uchburchakning yuzini Geron formulasiga ko'ra topamiz. Geron formulasini bilasizlar. Ildiz ostida yarim perimetrdan A tomon ayriladi, yarim perimetrdan B tomon ayriladi va yarim perimetrdan C tomon ayriladi. Demak, birinchi navbatda endi yarim perimetr topib oladigan bo'lsak, 13, 14 hamda 15 ni qo'shib, o'rtoqlar 2 ga bo'lib olamiz. 13 bilan 15 o'zi bizda 28 ni beradi. 28 ga 14 ni qo'shadigan bo'lsak 42, 2 ga bo'lsak 21 bo'ladi. Shunda S teng bo'ladi ildiz ostida 21. 21 dan 15 ni ayirib tashlaymiz. 6 qoladi. 21 dan 14 ni ayiramiz. 7 qoladi. 21 dan 13 ni ayirsak 8 qoladi. Tushunarli bo'ldi? 21 degani 7 kara 3 degani, mana 2 ta 7 ni ko'paytmasdan bitta 7 chiqadi. 3 kara 2 degani 3 bilan 3 ko'paytmasdan 3 chiqadi. 2 ni 8 ko'paytirsak 16, undan 4 chiqadi. Demak, uchburchagimiz 84 bo'lar ekan. Uchburchagimiz 84 bo'ldi. Eslab qolamiz. Endi uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi o'rtoqlar bilasizlar 2 ko'paytirilgan uchburchak yuzasi taqsim uchburchak perimetri formuladan topiladi. Shunga ko'ra radius bizda bo'ladi 2 ko'paytirilgan uchburchak yuzi 84 taqsim perimetr uchalasini yig'indisi bilasizlar. Ya'ni 42. Ikkalasi qisqarib ketadigan bo'lsa 2 qoladi. 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 bo'lar ekan. Endi doira yuzi pi ko'paytirilgan r kvadrat formuladan topiladi. Pi ko'paytiruv 4 ning kvadrati, ya'ni 16 pi. Endi uchburchakning yuzi 84, doiraning yuzi 16 pi. Qanchaga ko'p desa, ikkalasini ayirish kerak. Ya'ni bo'yalgan sohaning yuzi bu yerda uchburchak yuzi 84 dan ayiramiz doira yuzi 16 pi ni. Demak, javob 84 minus 16 pi bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.